Assalomu alaykum tug'anlar, qandaysizlar? Sizlar bilan Bozor xabar YouTube kanali. Bugun O'zgundan воскресенье kungi Krasniy Mayak mol bozorining real baholar ko'rsatib beramiz tug'anlar. Real baholarda bilasizlar, bu alp satarlardan bunday senani to'g'ri aytmagani bo'lmaydi, bari alingan baholar. Dehqonlar aytadi tug'anlar. Sizlar biz men bo'lib, like knopkasini bosib qo'yingizlar. Kanalga bo'lsa qattalasizlar tug'anlar. Biz boshlayveramiz. Mana reklama xizmatlashi bo'yicha nomerler çıkart videoda. Hayırlı koyuveringizler. Anlamese başladık. Qancha oldu tuğan? 100 ming. Boz bu? Boz 100 ming bo'libdi. Aka sizni kecha? 70 ming so'm bo'libdi. Realdu baholar tuğanlar. Жылqı mal qo'y chiqaram deganlar, mashina. Qancha oldu tuğan buqa? 125 mi? Arkasida qancha aka? 121 ming, 115 ming bo'libdi bular. Urg'achi qancha oldi? 36 ming so'm bo'lib qolibdi. Qanchadan bo'ldi urg'achilar akalar? 36 danmi? 36 ming so'mdan. Bir yoshga yetmagan torpoqlar. Otaqulning akasi aka. Qancha oldi kan buqa? Qanchadan bo'ldi torpoqlar tug'anlar? 48 ming so'mdan urg'achi. Bular qanchadan bo'ldi torpoqlar ukam? Bilmeydik. 43'ten mi? Allahlar vergiler 43'ten. Bozar tuğanlar aytib ketamiz, o'tgan kun bozorga qaraganda tushib qoldi. Nol yerda olib satarlar, torpoqlarni algan. Arzon so'ralib turadi tuğanlar. Sizlarga bir hozir ko'rsatib ta beramiz, tartib. Qancha oldi tuğan buqalar? 75 ming so'mdan bo'libdir. Nollar tuğanda erkek torpoqtor. Bir jarım yaşarlar tuğanlar bular. Kichkinalari. Tuğan qancha bo'lib qoldi? 70 mingdan berib berdim. 70 mingdan sotiladi bu. 70 ming so'mdan berib. Bir yaş ha? Bir yaş erkek torpoqtor. Qancha oldi tuğan? Qancha berdi? Bilmem qancha berdi. Qancha yashar bu o'zi? Bilmaydi ekan tuğanda. Qancha oldi tuğan torpoq? Qancha bo'lib qoldi? 42. Uy chaka, uy qancha oldi? 63 ming so'm bo'libdir. O'zgan realdu bola. Bozorda tuğanlar tartqamiz ichidan da kirib ko'rsangizlar bo'ladi. Qancha oldi tuğan? 141 ming. Birinchi balasi mi? Üçüncü balasi men 141 ming so'm. Sizga javob? 145 ming so'm bo'ldi. Torpoq erkakka necha? Erkak ekan. 145 ming so'm bo'ldi. Tuğanlar buna erkak burg'achi. Qanchadan bo'ldi tuğan? Qancha baho berishdi? 44'den berib turdi. Buqa qancha oldi? Bozor xabar. 44 ming so'm bo'libdir. Bir yoshgacha yangi. Torpoqdir. O'zim. Like'larni bosib turamiz. Torpoqlar aytchugan buqalar qanchadan bo'ldi? Ha? Olsatar. O'sha bas qancha oldi? Bilmaydi ekan tuğanlar. Ular jana O'zbekistonga ketib turgan torpoqlar kraska chachilgan. Pay deb maqtayverasizlar undaylar. Akalar qancha bo'lib qoldi? Sotiladi u. Alindi u 51 ga qunajil. Tuğanlar. Nol yerda keltasi saqninglar. Bo'z o'xshaydi. Tuğan bo'g'ozmi? Qanchadan bo'ldi? 130 ming so'mdan bo'libdir ular. 130 mingdan tuğanlar. Aka sizgacha 105 dan. Qancha oldi tuğan? 100 oydan. 100 oydan? Ha bo'ldi, 100 oydan ekan. Qancha oldi tuğan bular? Arqasidagi bu 109 dan bo'libdir. Eko. Nolardan. Qancha oldi tuğan? 109. Qunajin qancha oldi va? 68. 68 ming so'm bo'libdir bu qunajin. Zaga. Qancha oldi aka toy? 106. 106.
Baytal ekan. Qancha oldu Xunajin? 70 milyon. 70 ming so'm bo'ldi, 70 ming so'm. Torpoqlar qanchadan bo'ldi uka? 80 ming so'mdan bo'ldi. Bir yaşga jetib, bir yaşdan o'tib qolgan erkek torpoqlar. Ava buqa qancha bo'lib qoldi? 120 oldu. 120. 2 yaş bor-a? 2 yaş bor ekan, 120 ming so'm. Tuğanlar ham videoni kirib ko'rsangiz bo'ladi. Buni Torpoq bozorida tartganmiz. Torpoq bozorida torpoqlardan mallarda bor. Qancha oldi aka? 70 ming so'm. Erkek torpoq. Qancha oldi aka? 95. Baytal be. Ota ekan 90 baytal ekan 95 ming so'm bo'lib tur. Tuğanlar. Qattu suylab tartadi o'xshaysan. Qancha oldi aka uy? Satıldı. Qancha berdi? 63. Qanchani tug'an aka? O'g'landa tartib qo'yadi. Qancha oldi qulun? Aytpay ketdi. 43 tane oldu pay. 43 yarim bo'ldi. 3 so'mda. Qancha oldi aka? 71 yarim bo'lib tur. Xunoji tug'anlar. Qancha bo'ldi aka? 103 fond. 103 ming so'm ekan. Balasi urg'ach ekan. Qanchadan bo'lib qoldi aka sizlarga? Qancha oldi? 90 kaça bin oldu. 90 qancha ming bo'libdi? To'shna bilmaydi ekan. Aytib qo'yinglar aka, aqchalar qanchadan bo'lib qoldi? Yana bo'ldi. 47 bo'lib tur xunoji. O'zganda tug'anlar, negiz ushul yaxshi. Real dubalar tartganda пространство cho'ngroq. Kengir tataverasinglar. Jalavatda o'ta qiyin. Tar Jalavat bozori. Xunajinlar ekan. Qanchadan bo'lib qoldi tug'anlar? Aka xunajin qancha oldi? Qancha berdi? 60 ga berib o'tdir. Torpoq ustida dedik tug'anlar. O'zgan realdi bog'lari. Sağını. Qancha oldu tug'an? 153 balası erkek ekan. Qanchani tug'an u ekan? 3 ta tug'an 153 mingga olibdir. Gam sendan tushasың gam. Uylar. Qancha oldi tug'an? 103. Sizlargacha? 110. 110 ming so'm. Bo'z o'xshaydi. 110 ming so'm, 103 ming. Qancha oldi aka? 117 oldu. Bo'zmi? 117 ming so'm bo'ldi. Bir oy ichida to'ydi. Realdi bolalar o'zga mol bozori tug'anlar.